Assalomu alaykum barchaga. Topilamiz qayerga o'tyapmiz? Misrga. Biz Safiya bilan hozir ya'ni xalqaro aeroportdamiz, Misrga o'tyapmiz. Oldin men Misrga borganman, lekin menga uncha yoqmagan. Bilasizmi, hozir yana nega Misrni tanladim? Men o'zgardimmikan, mening fikrlarim o'zgardimikan deb. Negaki bitta borgan joyingizga oldin yoqmagan bo'lishi bu sizning fikrlaringizga bog'liq. Shuning uchun sizga qanday vaziyat yoqadimi, yoqmaydimi, bu albatta o'zingizga bog'liq. Hurmatli liderlar, bugundan boshlab bizda ya'ni 10 kunlik kursimizga start bergan edik. Bugundan boshlab Xudo xohlasa, ya'ni darsimizni boshladik. Hozir ularga ya'ni 40 daqiqalik video yetib bordi. Yana 20 daqiqalik video yetib boradi. Hozir ozgina turib, negaki ozgina bo'lib jo'natmasak, ular eshitishi kerak va ochishi kerak fayllarni. Shuning uchun 1 soatlikni bitta bo'lib jo'natmayapmiz. Negaki telefonlari ochish uchun qulaylik yarataylik dedik. Ya'ni bizda birinchi dars boshlandi. Tarmoqli marketingga yangi kirib kelgan inson nima qilishi kerak? Safiya? Qayerga oryapmiz? Qayerga uchyapmiz? Turkiya. Misrga? Ha, Misrgami? Voy, bu chiroylimikan? Biz mana bunda ketarmikanmiz? Shunda yuraylik. Nimada? Yoki bundami? Voy, chiroyli ekan. Uchaversin, kerak emas. Sen ham shundaymisizlar? Voy, katta samolyot ekan. Voy, chiroyli ekan. Oyna tagida oldimmi? Ha, senga oyna tagida oldim. Qarang, katta samolyotda Yigitga joy yo'q. Hamma oilaviy ketyapti. Oilaviy boradigan joy Yigit va Misr. Yigit va Turkiya. Ha, shu joy. Voy, juda ham katta va chiroyli. Ya'ni samolyotga joylashdik. Qaranglar, voy, zo'rligiga. Ichiga qaranglar, bo'laga qaranglar. Благодарю вас за внимание. Good morning, dear Juda katta ekan. Bir yilda kamida 4 marta sayohatga chiqishingiz kerak. Mana aytasiz, traditsion biznes ishlaydigan insonlar ham bir yilda kamida 4 marta sayohatga chiqadi. Nima uchun? Energiya almashish uchun, g'oya almashish uchun va o'zi qanday narsalarga loyiq ekanini bilish uchun. Eng asosiysi, bizga pul qayerdan keladi? G'oyalardan keladi. Sizda kimdir natijangizni ko'rmayaptimi? Demak, siz sayohatga chiqishingiz kerak. Jamoa qura olmayapsizmi? Sayohatga chiqishingiz kerak. Hech kim hech narsa sizni tan olmayaptimi? Sayohatga chiqishingiz kerak. Birinchi navbatda sayohatlar insonga energiya beradi, g'oya beradi, o'ziga nisbatan ishonch beradi va albatta atrof Safiya, multfilm yaxshimikan? A? Multfilm zo'rmi? Multfilm yaxshimikan? Voy, Misr 39 gradus issiq. Voy, issiqligiga qara.